Mening tomorqam. Tomorqa yer egalari va xaridorlar uchun zamonaviy va xavfsiz marketplace Google Play yoki App Store orqali Mening tomorqam ilovasini telefoningizga o'rnating. Sotuvchi sifatida ro'yxatdan o'tish juda oson. Ilovani yuklab oling, telefon raqamingizni kiriting, SMS kod orqali tasdiqlang va oferta bilan tanishing. Xavfsizlik uchun MyID tizimi orqali identifikatsiyadan o'ting. Va soliq qo'mitasida o'zini o'zi band qilgan shaxs sifatida ro'yxatdan o'ting. Shaxsiy kabinetingizdan mahsulot qo'shing. Tovar nomi, tasnifi, narxi, rasmlarini kiriting va e'lon yuboramiz. Moderatsiya muvaffaqiyatli o'tgandan so'ng, sizning tovaringiz marketplace'da barcha xaridorlarga ko'rinadi. Endi xaridor sifatida platformadan foydalanishni ko'rib chiqamiz. Xaridor ham jismoniy shaxs sifatida ilovaga kiradi va MyID tizimi orqali identifikatsiyadan o'tadi. Moliyaviy operatsiyalar uchun moliya bo'limiga o'ting. Bu yerda o'z debet bank kartangizni qo'shing. Karta qo'shilgandan so'ng hamyoningizni to'ldiring. Kerakli summa kiritib, hisobni to'ldiring. Marketplace bo'limiga o'ting va tovarlar bo'limidan kerakli mahsulotlarni toping. Kerakli tovarlarni tanlab, miqdorini belgilang. So'ngra yetkazib berish usulini tanlang. O'zi olib ketish yoki logistika xizmati orqali yetkazib berish. Barcha ma'lumotlar to'g'ri ekanligiga ishonch hosil qilib, sotuvchiga so'rov yuboring. Sotuvchi o'z shaxsiy kabinetidagi bitimlar bo'limiga kiradi. Bu yerda xaridordan kelgan yangi takliflar ko'rinadi. Sotuvchi taklifni ko'rib chiqib, uni qabul qiladi. Elektron bitim avtomatik tarzda shakllantiriladi. Sotuvchi tovar sotishni tasdiqlash bilan xaridorning moliya bo'limida bitim summasi avtomatik ravishda bloklanadi. Mablag'lar bitim yakunlanguncha yoki bekor qilinguncha saqlanadi. Tovar qo'lga yetgandan so'ng xaridor bitimlar bo'limiga kirib, tovarni qabul qildim tugmasini bosadi. Shu bilan bitim avtomatik yopiladi. Bloklangan mablag'lar sotuvchining hamyoniga o'tkaziladi. Shu bilan birga soliq qo'mitasining QR kodi bilan elektron chek chiqariladi. Sotuvchi moliya bo'limiga kirib, hisobiga tushgan mablag'larni ko'radi. So'ngra o'zi tanlagan debet kartasiga mablag'larni yechib oladi. Mana shunday oddiy va qulay tarzda Mening tomorqam platformasi orqali tovar sotish va xarid qilish amalga oshiriladi. Mening tomorqam platformasini siz meningtomorqam.uz veb-sayt hamda App Store va Play Market orqali mobil ilovalarini topishingiz mumkin.